ko'chalarda 48 soat uysiz va pulsiz yashab ko'rmoqchimiz. Dubay dunyodagi eng boy ochchalarning shahri. Bitta tilanchilarni ham umuman ko'rmaysiz. Dubayga pulsiz kelish eng katta xato. Biz 48 soat davomida uysiz va pulsiz yashamoqchimiz. Buni iloji yo'q. Lekin bizda Honor X9D smartfoni bor. Bu smartfonni video davomida ko'p foydasi tegadi. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki street test bu videodan keyin qaytib bunaqa videolarga chiqa olmasa kerak. Qarang, brat, 48 soat nima qilamiz? Birinchi qiladigan ishimizdan boshlaylik. Birinchi, yonimizda Dubai Mall, Burj Khalifa, Dubai tekin joylarini aylanamiz. Undan keyin ovqatlanishni ko'ramiz. Ovqatni nima qilamiz? Bilmadim. Hali o'ylab ko'rmadik buni. Ozgina aylanaylik, keyin yo'lni topamiz. Yangi fikrlar keladi. Dubai Mall ichiga ketamiz hozir. Dubai ichi. Dubai. Lekin narusheniylarga bo'tdi. Shtraflar juda ham katta. Dubayda tushunishingiz uchun qoida bo'lsa, jarimalari juda katta. Shuning uchun ham biz juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. O'z pulimiz yo'q. O'z puli yo'q. بلدين قصة طويلة الزعيم انت القاضي حفلة كبيرة في ودية. Lekin Honor'ni tekshirib ko'rishimiz kerak. Bizda Honor X9D smartfoni bor. Bu smartfon eshitlik bo'yicha eng baquvvat smartfon ekan. Biz buni crash test qilib ko'ramiz. Video davomida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Kamera, bug'lanib ketmayapti. Men bug'lanib ketaman. انت القاضي شنبوك قد وضية. Voy, tekin suv. Ular o'rtoqlar biz tekin suv topib oldik. Shu yerdan ichmoqchimiz. Qo'lga olish mumkin emas ekan. Baklashga faqat. Baklashga bormi? Baklashga sizda-chi baklashga yo'q-ku. Bironta ortiq baklashkasi yo'qmi ekan, biratda? Ortiqcha baklashkalar yo'qmi ekan? Excuse me, brother. But you have sure yana bitta bormi? Battar. Yes. Yo'q, yana bitta. Yes deydi. Yo'q, bundan tashqari. Buni ham tushuntirish yo'q. Qanaqa tushuntirsam bo'ladi? Aldandik. Aldandi. Nima bo'ladi? Battal deyiladi, baklashga. Battu urib bo'ladi. Do'dir. Qarang mana. Botol. One minute. Uzilay, bratan. 2000 years later. Oradan 10 minut o'tdi va talam kutib turibdilar bizani. Hali ham kiroman. Voy, nima bo'pti? Son brat ketaveradi hozir. Shuncha kutganga yarasha bratan. Yo'q, baklashga jiddiy misollar deydilar deb bora. O'zlaringni bersinlar, ajabi. Okey. Okey deb yozilmaydi. Okey deb yozilmaydi. Bormi? Ortiqcha. Okeyni bir o'tsa kerak. Voy, nima bo'pti? Bro, excuse me, do you have baklashka? Zaynab. Nogiron. Tirikchilik aybi yo'q-ku. Bundan tashqari. Bu yerdami? Nogiron. Okay, thank you bro. Thank you bro. Sorry. Vaqtingiz olganimiz uchun uzr. Chiqordingiz dedi, bro. Umrimda bunchalik cringe ko'rmaganman borku. Men gaplashaman o'zim deb. Men gaplashdim. Surkat tashladingiz. Tirikchilik aybi yo'q-ku. Shu chaqirganman. Bu surkan ani tutish kerak-da. Yaxshilab chayamizmi? Ketdi qarang. Yaxshilab chayib. Red Bull idishi bor ekan. Boshqa o'rna qidiramiz. Bratan qarayapti deb bizga netu. Bomj ma'mula deyapti. Mashta bordir. Ha, plastik. Bor ekan, jigar olamiz. Oling. Domoziki. Yutqizgan oladi. Don zik. Zon zik. Qo'limni tiqing. Xo'p, lekin siz chayib suv quyasiz. Bo'ldi, men chayib emas. Cringe. Rasmga olinglar. Bozorchi bor, Dubayda bo'lmish mumkin. Ma'mula shunday ichib tashyapti-yu. Ma'mula shunday ichib tashyapti. Biz ham shunday ichib tashsak bo'lardi-ku. Yes, right. Bosib turing. Voy, muzdek suv ekan. Ma'mula bilmayapti menimcha. Nima deyishadi qo'li? Buni nima deyapti? Musurgandan topib oldik, bratlar. Bunaqa qaramanglar. Qopqog'iga quyib oling. Voy, cringe. Bismillahirrohmanirrohim. Qanaqa Dubayda birinchi tekin suv. Bola qoling, bo'pti, men ham ichmoqchiman. Men bunda ichmoqchiman. Hozirmat mana shunda ichmoqchi. Shtrafni yozib qo'ygan, yosh bolalar kirish mumkin faqat. Ha? Bismillah. O jinna. Ana ahranik yotdi. Ha? Ahranik yotdi. Yo'q, ko'disiz. Cho'za cringe. Amrodan suvda cho'milib o'tirman qilib. So'raymiz, biz ham tushsak bo'ladimi? Jinnimisiz? Brother, we swimming. Ya uka tushiyording. We swimming. We swimming. We Xohlamoq nima edi? we have swimming. We want. We want swimming.
Swim deydi. Do you wanna? Do you want? I want swim pool. Mana mustuk istamiz. Ichidan nimadir topsa-ya hozir. Voy, 1,5 litrli baklashga o'rnash kerak. Kerak emas, sen jinni. Rasmga tushmaymizmi? Jigar? Bo'ladi. Ha? Keling, men sizni rasmga olib qo'yman hozir. Honorda, takoy. Hozir men Dilmurodni Honor 29 deydi, rasmga olib qo'yman. Hay, mana olib qo'ying. Chirlab ketganman. Tushunishing uchun Dubayda hozir pashti 40 gradus issiqda yuribmiz. Shuning uchun videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni chiqarmanglar. Shunchaki sizlar qo'llab-quvvatlasanglar bo'ldi. 100 ming podpischikka ham bizda juda ham ozgina qoldi. Videoga like bosib qo'yinglar. Izohlarda yana nima kontent qilishimizni yozib qo'yinglar. Biz hozir tashqarida juda ham isib ketdik. Dubai molga ichiga kirdik suvda. Bu yerda kamera syomka qilish mumkin emas. Shuning uchun ham biz o'zimizning smartfonimizda syomka qilamiz. Voy muzdeni. Shomonlashimiz time o'tdi jigar. Jigar, kirdi. Nima qilamiz? Tekinga nima qilsa bo'ladi? Orqamizdan охрана gapiryapti, syomka qotdi, nimadir deb. Bu mumkin albatta. Bu mumkin. Ani hozir orqamizdan ratsional chiqdi, nimadir deb. Kesin. Bo'ldi, kesin. Orqamizdan kuzatib yuribdi, qo'lini, orqamizdan охрана kuzatib yuribdi. Jigar bizani. Qani quttirog'anlardan ko'rib kutdingiz, aynan joy aylandik. Orqamizdan keldi, to'xtaldi, ham to'xtaldi. Sizni yo'qlayapti. Yo'q. Mana охрана. Ichkari kirdi, yana yuradi. Ketdi. Nima? Bekinib yurib keldi. Bekinib yurib keldi. Ha? Bizda to'xtasin. Ne bizdan qo'rqitib, kesin gapirsin. Kesin gapirsin. Qo'rqityapti, orqadan yuribdi-ku. Biratan yo'qotdi shu bizani. Familiyaga chiqib. Ha, Rossiyadan chiqibdilar yaqinlari. Qidiryapti bizani. Bizani ko'radi. Ko'rdingmi? Bozorda olamiz. Bizani охранникlar poylab yuribdi hozir. Biz qochamiz ulardan. Adashib keta olamizmi? Ha? Voy olayni. Kelib qolsa, kelib qolsan. Turgan paytimizda uloq kelib qolsa, nima qilsa? Dubai molga endi обязательно nash akvariumni qo'ydi. Tekinga ko'rishga ishonib 100% arziydi, to'g'rimi? Odamlar pul to'lab kiryapti, biz pul ko'ramiz. Voy, akvarium bor. Recording? Yo'q, tomosha qilsak bo'lar, qat'iyan. Assalomu alaykum. Can I recording? Yes. Ha, faqat chiziqdan o'tmang. Okay. Necha pul ekanmi o'ziga? Bilmayman, bu sotilmaydi menimcha. So'rab ko'ring. Emas, olmash. Nazarimga qarab, pashol bordi. Borib bekorga bitga buni qo'ymaganda, mashinani odamlar kiradi, soat olib ketadi. Ketdik. Voy dada. Burini cholni chaqirib, nima choldi, endi shuni narsaga e'tibor bering. Voy, buni hozirchi. Охрана kelib qoladi hozir. To'g'ri, mana yana bitta tekin joy topib oldi tomosha qilgan.
Xullas 5 soatdan beri Dubay Mallda yuribmiz. Qornimiz ochib ketgan. Hozir Foodcourtdan nimadir olmoqchimiz, lekin pulimiz yo'q. Nima qilamiz? Bilmadim. Ketdik, ko'ring, ikkita variant bor. Yoki kimdandir qolgan ovqat yeymiz yoki kimgadir iltimos qilamiz. Da? Oilani to'yga kirib, oilani. Ha, bozorda. Pulimizni nima ketdingiz deb Pulimiz yo'q. Hozir mana buni endi borib ko'rsatamiz. U ham O'zbekistondan. Afsuski, restoran menejerlaridan so'raganimizda, biz buni hal qilmaymiz. Rahbariyatdan so'rashida kerak deb ularning vizitkasini berishdi. Biz bu vizitkani boshimizga uramizmi? Bundan ko'ra 2 kilosa ovqat bersa bo'ldi dedi va biz noilojlikdan Foodcourt tarafga ketib oldik. Afsuski, bera olmaymiz deydi. Boshliqdan so'rashlik kerak, ta'minot yo'q. Ha, biz yo'lni qilamiz. Videoni olib ko'ring, juda ham qiziq bo'ladi bu video. Borib, hamma qilinmagan ishlarni qilib ko'rmoqchimiz. Haqiqatimiz bilmaymiz. Emas, qanaqa deymiz dey. Foodcourtda odamlardan qolgan ovqatlarni qidirib yurgan paytimiz uzoqdan o'zbekcha gaplar eshitildi. Foodcourtda o'zbek bratlarni ko'rib qoldik. Bratlardan qo'ygan narsani olmoqchimiz. Degani, zavqonimiz ochib ketgan. 3 soatdan beri yuribmiz chunki, hali o'tirmadigan qilishdi. Hozirlar to'g'ri olinglar, donat-sinovga. Qanaqa donat? O'zi bitta pirog berayotgan bo'lsangiz, undan ko'ra ikkita burger bilan ikkita suv bersangiz bo'lardi-ku. Deshorniga. Proyektga gap yo'q. Kiloga olma. Joy ham sizlar. Hali joyi ham minat qilasizmi? Bu joy sizdan ham, mendan ham oldin bo'lgan. Sizdan ham, mendan ham qoladi. Deshorniga. Olinglar. Akalar mana bu yerda Bergan narsangiz bitta tvorojniy bo'lsa, hali stories ham olasizmi? pulsiz 48 soat Dubayda. Hozir akalar bizani oldimizga kelishdi, ham toqatdan o'tiruvdik. Mashinamizga tekinga bera olasizlarmi deyishdi. Endi bunisi oshib tushdi. Hali do'kon qilasizmi, brat? Yaxshi ham burger oldirmagan ekanman. Bo'lmasa, hammasi hazil. Bratlarga alohida respekt. Uzun. Brat, baqiraz noto'g'ri. Akalar zo'r bo'linglar. Charchamaydi. Hozir jinana misolga doyiga profil. Shaxtan sevamiz. Ular jigarlar bizga nima bu bilmayman, to'g'rilikga qanaqadir pishirib o'tishga ketishdi, bratlar. Rahmat shunchalik donat kesganligi uchun ham. Endi buni yemoqchimiz. Endi buni qanaqa yeymiz, bratim? Bo'lamiz-da, qarang mana. Bu yerda nima bor endi yesa bo'ladi. Juda bor, hamma odamlar bizga. Mana buni siz yeng, buni men yeyman. Bratim, shu stirlik qilmay. Qarang, mana bunaqa qilamiz buni. Hech narsa qoldirishmabdi, menimcha yo'q. Hamma nima bular? Mana ham chiqib ketishdi-da, qaranglar, men bitta layfhack qilaman. Boya suv olgandik-ku, mana shunga qo'yaman-da, muzday suv quyib. Sizga hamma qoldirdim, sizga. Ha? Qani? Itde. Iltimos, menga qaramanglar, ispanskasi. Bu napitkaga ikkinchi qiymat ber. Froze, Bismillahirrohmanirrohim. Snickers yeyman. Tushunarsiz mazza bo'ldi. Ha, orqamizda yig'ishtirib beradigan bizga neto qaryapti, borib. kerak bo'lmaydimi mabodo? Nonponga setib. Olaman. Qo'yib qo'yib. Mana musulga tashlayapti-yu. To'g'ri ovqat bo'lsa kerak. Mana zo'r narsa ekan. Yomon qarab, tez yeydi. Qarab, boytamay qarab. Mana borib, sikul turmayapti, borib. Turyapti odamlar. Resa yig'ishtirib ketadi. Bu bizani Foodcourtga o'xshab yarim soat turmaydimi? Bor, o'zidan so'raymizmi? Ovqat yig'ishtirmay turib bizga olaylik. A few moments later. Excuse me, bro. You can? No, it's anaqada, stolda, it's table food. Yes. Hamma kimniki ekan ana ovqat? Ovqat kimniki ekan? This food. Osiy biladimi? Anting food? Yes. Okay, bo'ldi, rahmat. Ha, egasi yo'q buni? Egasi yo'qmi buni? Yes. Ketdi, oldim. Voy, Jek kurdu. Jigar. Ketdi. Jek kurvardik-ku. Ham тоже. Biz betlarcha borib oldik mana buni. Короче, вот это tishlangan non, salat. Mana jek, qo'yibdi. Ammo yig'ishtirib oling-da, yig'ishtirib oling. Mana kebab yig'ishtirib ket. Ikram, Ketchup.
Voy, ketchuplari. Salmam Hop, bunga ekan. o'zimga KFC burger tayyorlayman. Lekin bori bugungiga bori ishoning, jek qurdik hozir. Qilib boy odam kasal bo'lmasin. To'ydan speed yo'qmi-da? Mabit nima ekan? Voy, dalam, mana. Voy bile. Dim bo'ldi, dim. Asoyatda o'ylab biratani. Ha, Mana ajratib keling. Mana shuncha salom berdim. Baqir yurgan ekan. Nehi bile. Bu Qushdan ovqatni yoramiz. Kirmaydi-yu bu. Ben pastga svet uchib turish uchun. Qaqqa yuramiz, qaqqa. Biz hozir tut ko'ribdi. Mazza ovqatlarni tiqdik, уже qornimiz to'q. Ja mazza bo'lmadi-yu, no, bo'ladi. Aslida lekin non tiqdikda. Chunki odamlar nonni tashlab ketyapti. Nonni ol qilyapti. Non bilan ketchup. Ketchuplarni ham bo'ta ko'p yeyishmas ekan. Shuning uchun biz non bilan ketchup bilan tiqib tashlaydi hozir. Qornim to'qliga qanaqadir o'zim zo'r his qilyapman. To'g'ri? Delete. Bu bakalashgan o'zi voyaga. Ne oluyor? Nihoyat bizni chiqish joyini topdik bola. Dubai shunchalik kattaki, agar Dubayga kelsanglar bilasizlar, juda ham kattaligini adashib qolib bizni rovna Dubai molda 6-7 soatdan o'sha vaqt qolib ketdi. Ey, mana bu yoqdan ko'chani ko'rasam, o'sha qorong'ulashib qolgan. Voy, quyosh qani? O'sha ketishdi. Ketishdimi? Bir adashib qoldik, chiqamiz deganda bir keyin ovqatlandik, shunaqa qilib yurdik. Shu joyda Dilmurodni videoga otgan paytim Honor X9 smartfonimiz suvga tushib ketib qoldi. Filtr yo'qmi? Voy. Telefonmi? Phone? Yes. Please help me, bro. Please help, bro. Olamayaptilar telefonni. Burchaga tushib ketib qoldi telefonimiz. Burchaga taqalib qolgan Honor X9 dek telefonimiz o'rtoqlar. Telefon basseyga suvga Dubai fantariga tushib ketdi. Mana uni ham tushib olsam hozir. Voy, nima bo'ladi hozir endi? Telefonni tushirib yubordim o'rtoqlar. Nima bo'ladi? Lekin telefon menimcha suvga tushganda ham hech narsa qilmaydi. Chunki bu smartfon Honor X9D smartfoni. Suvda ham bemalol xohlaganicha ishlab berish mumkin. Whoa, bro. You can, bro. Yeah, waterproof, yes. To'xta. Waiting, qochib turing. Отчет topshirdim tipa men qutqardim, menga premiya berilaring deb. His job. Arziga sochiq bormi? Yes. Oo, bura ishlayapti. Oh, thank you, bro. Thank you Bro, very much. thank you. Bro. Hani o'rtoqlar, telefoningizga hech narsa qilmagan, bemalol mana ko'rishingiz mumkin, ishlayapti. Bu bir 10 minut suv tegib turdi-da, bori. Ketganini qarang. Tushib ketganini ko'rdim. Broga respekt yozib yuboringlar kommentda. Bro, sila deb yozib yuboringlar. Chunki brat bizga yordam berdi. Bu brat yordam bermaganda biz smartfonsiz qolardik. Qaraydi, bu suvga chidadi-yu hozir. Bitta narsa ko'rmoqchiman men. O, jinni. Doldir. Lekin telefon sinmaydi. Unaqa qilmang. Hop. Hozir qilishardi-yu, qarang. Hech bo'lolmadi lekin. Men borib tomomni bo'yladim suvga tushganda. Bo'ldi, kuydi. Biz hozir o'rtoqlar suvimizni to'ldirgani keldi yana. Shu eski joyimizga, shu baklashga choptiring. Manchi. Bismillah. Shuni qo'limni yuvsam hech bo'lolmas, yog'lanib ketdi qanaqadir qo'lim. Mumkin jinni deysiz. Rasmga olgan ana qo'yasiz, magic muzikasi. Yaxshi emas, lekin Bu kulish. magic skillari mana shuda, tushunasizmi? Oyog'im olib ketdi. Tagoy bundoq olib turib ketdi. Шоу-герл в этом клубе просит снять очки. O'zi dim bo'yotdi hamma joy. Yana shu dimda shug'ullanish va shu o'lim.
Men bo'lsa dam olib o'tirman, uxlayman. Voy dosh. Men vaqt o'tkazishga ajab turni qilib turibman. Men bu taxta yomon qattiq uyg'otdim. Qattiq uyg'otdim. Qattiq uyg'otdi. Gazonda yotaylik. Gazonda qo'yishadimi jigar? Hatto menga farqi yo'q. Gazonga bo'lsa ham yotaverdim. Bir anta o'sha sportchilar keldi. Shug'ullanishyapti birodarlar. Issiq. Issiq. Xullas o'rtoqlar ancha kecham tushib qoldi. Issiq, qo'rilib qoldim. Issiq juda ham yomon hozir. Pashta 38-40 gradus. Yurgimiz ham kelmayapti. Plan hozir mana shu etpetlarda ozgina aylanib uxlab olish. Qonimiz hozircha normalniy. Sal ochdi lekin davra. Sal och. Meniki hozircha joy emas. Boya mazaq qilib olganman. Suvimiz bor. Suvimiz bor. Dubai movichi kirib qo'yamiz. Svet yondi. O, rahmat, qachon svet bor. Rahmat. Kechpayt yotsa hech kim emasmi? Bilmadim lekin. Keyin ertalab voqilgan plyajga qarab yo'l olamiz. Tekin plyajga borib cho'milmoqchimiz. Nima deysiz? Lekin cho'milib berardim lekin bor hozir. Hozir qo'rqib ketdi, birodarlar kelib turib bizani videoga olib borgan deyishdi-da. Bu uchun noto'g'ri tushunib qolib til bilmaydi dedim odam. Yo, o'zimiz oldik deydi yotdi-da. Videoga olib beradi. Okay, bro. We blogger in Uzbekistan, Instagram and YouTube. Tanishgandan xursandman. Tanishgandan xursandman. Where from, bro? Suriyadan. Suriya. Birodarlar Suriyalik ekan. Armanistondan. Armenia. Qomatimni qara. Ready, bro? Cho'tka qilib, davay, mobilograf. Davay. Bratli iltimos qildim ayni. Qiziq narsalar ham uchrab turadi bu yerda jigarlar. Va o'sha gap, videoga like bossangiz chiqarib beringlar. Voy, bilasizmi Dubai mollarini ma'rif qila soldim. Nima? Voy. Chili yo'bu, quritilgani. Kutib achishib ketdi voy buni. Yer. Nima oldingiz? Nima qilasiz? Suvga qo'shib yeysizmi? Yo'q. Nima qilasiz? Yesa bo'lmaydimi? Yo'q, nima qilasiz buni? Otib olaymi? O'zi tak qorin ochyapti. Achu bilan zo'r ketadi. Ularni bizga xavfli berib ketishyapti. Thank you, bro. Arzimaydi. Kontentga gap yo'q. Nice to meet you. Tanishganimdan xursandman. Bro, thank you. We have mashallah going Armenia. Okay, in Turkey though. Visit Armenia. Inglizchani o'rgan, uka. Thank you, bro. Armanistonda sizlarni kutib qolamiz. Yonni qaranglar buni. Gapga tushirdik. Suvimiz bor, tiqamiz bor. Tiqamiz, nima qilamiz boshqa? Tiqamiz. Shuning uchun nima bilish kerak? Til bilish kerak. Til bilmagan xor bo'lmaydi. Hozir kech tushdi o'rtoqlar, soatga yetdi 8:30 yoki 9 bo'lib qoldi. Qornimiz normalniy. Hozir anaqa yeb oldik, vafli yeb oldik. Endi eng katta muammo bu yotishga joy topishimiz kerak. Mana bu yerda yotib qolamizmi mana shu yerda? Mana shu yerda mana uyimizda, kvartiramiz, gostinitsamizmi mana? Mana shu yerda yotamizmi? Ha? Milsiya chaqirib yuborishmaydimi? Ha? Milsiya chaqirib yuborishmaydimi? Chaqirib yuborsa ketamiz. Chaqirib yuborsa ketamiz. O'sha 1 soat uxlash kerak-da. Yoki 1 soat bo'ldi, 1 soat boshqa joyda, yana 1 soat boshqa joyda qilamiz. Hop, o'rtoqlar, biz hozir Dubai Mall ketyapmiz, ya'ni hojatxona topish kerak o'zi, endi bilasizlar. Busiz iloji yo'q. Bizani gostinitsamizga qaytib kelamiz ana. Shu gostinitsamizga. Boy, qo'yapti, telefonimiz tushib ketdi. Telefon tushib ketgan. 10X9D smartfonimiz tushib ketdi. Baklashga topib oldik yana. Menda o'zini baklashga bordi. Ikkalamiz chotuvdik, endi bular ham baklash topdi. Men zato musordan olingan baklashgani olmadim. Nima farqi bor, bratam? O'shandan eshitdingizmi? Kun bo'yi sizni qutqardimi? Bo'ldi. Musordan olingan baklashga onangni. Zato yo'ldi, buni ham yuvasiz, buni kim biladi, bu ham kim ichgan? Qiyin ichgan bo'lsa. Xullas, birinchi kunimiz shunaqa o'tdi. Biz uxlab kuchga olish uchun shu joyni tanladik. Ertangi kunda bizani qiziq sarguzashtlar kutyapti. Yonimizdagi birodan ibodat qilibdi-mi? Bilmadim. Hop, o'rtoqlar, hozir bizani turib uyg'otishdi mana bular. Mana bu. Bu yerda uxlamaylar deyapti. O'zi men qarab turdim, keyin Oybek uxlayotdi, keyin almashib mana shunaqa 1 soat qilib uxlab oldi. Hozir mana bular bizani kelib uyg'otib yuborishdi. Birodan namoz o'qiyaptilarmi? Uyqumni buzdi. Belim qotib qolibdi, blin. Men uxlaganda bo'lmadim. Va biroda qachon keldi? Bezovta qildik. Bezovta qildik. Plyajga boramizmi? Shunday yuz yuboramiz, lekin juda
Zavtrak Tillab nima ketdi. yeymiz? Yo'lda- O't. Yo'lda nimadir qilib olib, yo yuvib olaylik. Ana, Plash qayerda o'tdi? Hammamiz bor-ku, emas. Uzoqda 2 soatlik yo'lda. Yurib yetaveramiz. Babu yurimiz-ku mana shu atrofda. Yo'lda pabuti nimadir chiqib qolar ishga. Ko'p. Kechaga zapasimiz qolgan. Hozir uni borib ham to'ldiramiz. Men uxlamadim, men qo'rqlab chiqdim. Xullas o'rta olaman 10 kilolik sumkalarni osib olganman. Bu yoz sumka orqali Dilmurod turibdi. Biza plyajga qarab yo'lga chiqdik. Naq 2 soatga yurishimizga to'g'ri keladi. Va shunaqa qiyin eksperimentlar o'tganimiz uchun videoga like bosib qo'yish esdan chiqarmanglar va yana qanaqa eksperiment qilishimizni izohlarda yozib qoldiringlar. Hamma izohlarni o'qiymiz va atlet beramiz. Obuna bo'lib qo'yinglar kanalimizga o'rtoqlar. Oybeka, qayerga keldi? Ozgina qoldi-ku. Oqituv lekin bor-ku. Hop, hali shuncha yo'l tugamayapti, mana qaranglar. Kimdir tekinga olib ketmasin biz ham plyajga. Etib ko'ramizmi bitta? Ha? Bilamiz. Lekin nerani yurib qo'ydik-da hozir. O'g'lar yomon olib ketishani. Etib o'tirib dam olishimiz kerak. Hozir boylarni kottejini oldidan o'tamiz. Kechirasiz, telefoninglar yo'qmi? Shunday telefon qolsa. Endi bizada sim karta mavjud emas. Voy, bu boslar ekan, ey. Bosilsa ham chiqmayapti uyiga. Biroq yechib olingiz. Ha, bu просто aylanadi. Suv oling. O'zimiz suv bor, ey. Mana o'rtoqlarimiz Plyajga yetib keldik va nihoyatdagi plyajda hech kim yo'q. Bitta biza cho'milamiz. Lekin qornim och. ha, farqi yo'q bor-ku. Muzlasak bo'ladi. Ha. Bu ish qilib tekin plajda. Burnimga borib suv kirib ketdi. Achishtirib yuboribdi bor-ku. Ben hamma videoda tushiraman. O'rtoqlar Dilmurod ko'm qo'ydim shotga. Faqat aytishim kerak. Plyaj qumlarida chaqadigan qumursqalar bor. Bilasizmi, ertagidan ko'rib kecham. Oling, men bosib qo'ydim. Qo'yish qolismi? O'rtoqlarga dislike bo'lsa yurib o'taman. Voy, to'g'ri. To'g'ri, o'ttirgan bashara yerda. Bravo! Ajoyib. Videoga like bosinglar o'rtoqlar. Kanalga obuna bo'lishingizdan chiqarmanglar. Xiaomi'da bu smartfon aniq xarid qilishni arziydi. Ayniqsa baquvvatligi bo'yicha. Honor X9D smartfon nima uchun ko'p reklama qilyapmiz? Chunki bu smartfonning batareyasi 8000 amper. Ya'ni videoyimizda ko'rganingizdek smartfon 48 soatdan 72 soatgacha ishlab berishi mumkin. Dash Dubaydan bir hafta bo'ldi kelganiga hali ham zaryadkasi o'chgani yo'q. 25% quvvati bor. Baquvvatligi va suvga chidamliligi bo'lsa umuman shubha yo'q. Ishonishingiz mumkin, bu smartfon sizlar ishlatishingiz kerak bo'lgan eng baquvvat va chiroyli smartfon. Honor X9D. Honor. Hozir bizga yana operator yordamga keldi. Keyin bizani zaryad qilamiz bilan o'chib qoldi plyajda. Soat kamerasi yurib kelgan alam qotgani. Unga operatorlar telefonni ko'tarmadi, hammasi qulayotgan ekan mehmonxonada. Hozir batareyalarni yengiladi, endi yana syomkani bosamiz. Biz batareyaga zapas qilishni esdan chiqaramiz. Biroq ovqatingiz bor. Shuncha kontent rasvo bo'ldi. Yomon qolmoqchilar, yomon charchagan. O'g'riz telefon ko'tarish kerak edi operatorlar. Plyajdan diğer tarafga qarab yuribmiz. Men o'ldim. Musul tutgan narsa yegim kelyapti. Qiz yoki 10 soat bo'ldi, qarish bo'lmaydi. Просто pishkom shunaqa. Och qoringani cho'mildik, brat. Nima qilamiz? Jonimiz ikkita qoldi.
boshim aylanayapti bola. Voy, ana o'zbek odam. Hatta. Mana do'ppili odam borku. Oling, zo'pli odam bor. Ey, bratan, qayerdadir ishlayinglar mana. Yuring. Yuring, oldiga boringlar. O'zbekiston oshxonasi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zbekiston oshxonasi. Ketib kiraveramizmi? O'ta keyingi ovqat so'rab ko'rsa berishamikan. Nimadir ishingizni qilib Qarang, iloji bo'lsa nimadir ovqat bera olasiz, shu pulsizlikdek bu yoqda ishingizni qilib beramiz deymiz. Assalomu alaykum. Tuzumsiz, O'zbek ekanlar. Assalomu alaykum. O'zbekistondan okey. O'zqatdamiz. Jonim. Aka, anaqa sarqo'zga ketamiz. Bilasizlar anaqa kunimiz yo'q edi. Nimadir ishinglarni qilib bersa bizga ovqat bera olasan. Bo'ldi, o'tirarlar, keyin hal qilamiz akajon. Yo'q. Sen kunimiz yo'q edi. Bo'pti deng aka, o'zingizdan o'tiringlar akajon. Mana shu turamizmi? Bemalol tanlab maqsada biz qog'oz o'zimizdan qo'yamiz. Rahmat aka. O'tiringlar aka, bemalol. Ya qo'l qo'lamizmi? Xullas, o'rtoqlar, O'zbekiston ovqatlari shunaqa sog'inib ketadi. Nima yeymiz deyman. Bilmadim, men любой narsa yeyveraman. Farqi yo'q. Shundan qonim ochganda ishda ham shunaqa ochiqroq. Hammaga bo'lsa respekt, shunda kirib ovqatlanavringlar. O'ringlar, yevuringlar deyishdi, deganmiz. Beramiz, aka nimadir ishlaysiz olamiz. O'tirib yevuringlar, biroq ovqatdan oldin yevuringlar, qoning ochib ketsa-dedilar. Buni zaradkasini qarang. Nimaga bunchalik ketmayapti bu? 2 kundan beri zaradkaga qo'yganimiz yo'q, o'rtoqlar. Endi 83 bir haftaga yetadimi? Bu nima balo? Salkam 48 soat yurdik, to'g'rimi? 48 soat. Suvga tushdi, qo'limizdan tushib ketdi. Hamma narsa qilib ishlatdik-da. Smartfon lekin haqiqat men tan berdim bu Honor X9D smartfoniga rostdan. Biz o'rtoqlar bizga maslahat berishdi. Ovqatni Yomon O'zbekiston yaqinroq sog'indim. Qarang. Umuman bashqa ovqat yomadi. Hech qanaqa fast food buni o'rnini bosa olmaydi. Sizlar qo'ygan qaytarib qo'ygan ochligini borku. Voy, tanamga rang kirganday bo'ldi. Mana rang edi, mana rang kirib ketdi. Mazza qildik. O'rtoqlar, qornim to'yib, ishoninglar, vaqti maza qildim. Akalar, yana bir bor rahmat. Eplomasa kerak deb o'yladim. Lekin boya zaratga o'chib qolgan, yo mensiz bo'lib, bu yoqqa yurib kelguncha. Yo'lni o'zida o'chib qoldi. Yarim yo'l yozmadi shunda, yarim yo'l shunday keldi. Qanaqadir hayot bor, yorqinlanib ketdi o'rtaga. Lekin o'zbek akalar ovqatiga ham gap, agar Dubayga kelsanglar, rostdan mana reklamaga bizga bir so'm to'lashmagan akalar kelinglar. Respekt chunki aka. Respekt. Alohida. To'g'ri tushuntirdik, akalar to'g'ri tushunib. Bo'ldi aka, muammo emas, kelinglar o'tiringlar deb. O'zbekdagi poddershka yo'q, poddershka bor. Men bilmayman, odamda-da hammaga. Shunaqa payt o'zi bilinadi, bilasizmi? Shunaqa payt bilan ekan. Rostdan maza qilib qanaqadir O'zbekistonda o'tirganda maza qilaman. Qanaqadir bor. Masalan, o'zbekcha qilib qo'yishgan. Zo'r. Menga yoqdi lekin. Qancha qoldi challenge tugashiga? 6-7 soat bor. 6-7 soat. 6-7 soat ozgincha sep bo'ldi. O'sha missiyani bajargan bo'lamiz. Videoga ursak bo'ladi, to'g'rimi aka? Qanday? Videoga sunnat ko'rsak bo'ladi. Ha, bo'ladimi? Aka qarang. Ovqatlandik, rahmat, zo'r bo'ldi. Necha pul bo'ldi bizdan? Nima qo'yaverasiz akajon? Yo'q, unaqa qilmang aka. Agar ishingiz bunaqa ish bo'lsa, qilaveramiz aka. Bismillah, qo'yaverasiz. Rostdan. Rahmat, azizim. Okey, kattakon rahmat sizga. Rostdan xursand bo'ldim aka. Boshqa qonimiz ochib ketdi. Zo'r bo'ldi, maza qildik. Rahmat aka. Sizni Muhammad aka. xonangizni Dubay kelsanglar, Muhammad aka olmaga kelinglar, ovqat tayyorlash gap. Rostdan. Faqat pul bilan kelinglar faqat, pul bilan. Respekt, boshqa gap yo'q, o'rtoqlar. Yo'q, maza qildim. Har o'zbekligidan, o'zbek odamni ko'rganimda shunaqa xursand bo'lib ketaman. Qo'rqaman, shundoq so'ragan, "Kaloriylar deyapti, biz eng arzon ovqat ketdi." Misol uchun, o'sha ovqatdan shunaqa bizlarni o'ldirib, maza qildirib oldi. Okaga respekt deb ketinglar, просто respekt. Xullas o'rtoqlar, biz bugungi mehmonxonamizga xush kelibsizlar. Biz uxlash uchun takoy joy topdik. Qaysi daraxt bizani? Mashinada yo'q, bu bizani daraxt emas. Mana bizani nomer. Mana bizda masjidda takoy massani bermoqchimiz. Ajoyib uxlaydigan joy. Toptiring, bu tuxlasi bo'ladimi o'zi? Mana bu yerdan bu yog'i sizniki, mana bu yerdan bu yog'i meniki. Endi mehmonxona qonun qoidalari bor ekan, bitta keling, tanishib chiqamiz. Qo'limizni yecha sana qo'ysin. Bo'ldi. Men bilaman. Kechagi taktika, kechagi taktika. Ey, men mikrofon men to'g'ri. Men bilaman. Hop, it boqish mumkin emas. Xo'roz olib kelish mumkin emas ekan, ko'pdan o'ylash mumkin emas, nima bilmayman. Tutash mumkin emas. Ulov yoqish mumkin emas, kalan chakish mumkin emas. Chakmoqchi edi. Chakmoqchi emas. VZV tushish mumkin emas, musobaqa mumkin emas.
Mana bu nima ekan? Palasada o'tirish mumkin emas. Tualet tanish. Yo'q. Gazon zavon bosish mumkin emas deyapti. Hamma bosyapti o'tdi. Bratan, eng glавный narsa mumkin emas ekan. Uxlash mumkin emas. Barbecue qilish mumkin emas. Elektr tegish mumkin emas, suv so'kish mumkin emas, reklama mumkin emas. Zaryadka qilish ham mumkin. Lekin uxlash qani katta qiyos qo'yib ketish mumkin emas. Bu yerda menimcha ko'p odam uxlab qolganda o'shaning uchun. Qarang, mana shu dam olamiz ozgina. Yani skemekelada demayapti-ku bular. Men biz skemekelada uxlasak bo'ladi. Yo'q, o'sha kechagi taktikani qilib siz bir soat uxlaysiz, men qarab turaman, men uxlayman, siz qarab turasiz. Davay. Kecha siz kam qaradingiz, butun kun bo'yi uxlayapti. Hozir bugun men ko'proq qarayman. Bismillahirrohmanirrohim. Oyoqlarim shunaqa mazza qilib. Tezroq o'ta qolsin, mashq 8 soat. Anaqa voleybol o'ynaymizmi Honorda? Barib sinmayapti. Xullas do'stlar, bu challenge olish bizga oson bo'lmadi. O'shaning uchun ham bizlarni qo'llab-quvvatlash uchun, shunga o'xshagan videolarni ko'paytirishimiz uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoyimizga like bosib, izohlarda o'zingizlarning fikrlaringizni yozib ketinglar. Bizlarning kanalimiz 100 mingta bo'lishiga ozgina qoldi. Kanalimizda 100 mingta obunachi bo'lishi bilan biz shunga o'xshagan challenge ikkinchi qismini olmoqchimiz. Bu uchun shunchaki kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat.